Siyohrang va Pushtoy o'libdi. Sariqoylarni o'ldirgan. Sariqcha sotqin aka. Mana haqiqat. Yo'q, Yamanda sotqinlar turmasligi kerak. Endi u yerda ochib ketamizmi? Salom. O'lganlar qani? Sotqinlar jamoamizni o'ldirishdi. Biz esa u yerdan qochib keldik. Mayli yuringlar, xonalaringni ko'rsataman. Mana sizlarning xonalaringiz. To'xta Sariqcha, hozir. Ey! Xo'sh, shundan ozgina qo'yasan. Yana sizmi? G'azala. Bu bolani nima qilaykin Ha? Yo'qqa qara Sariqcha. Siz. Sen sotqinlik qilishing mumkin emas. Tushunyapsanmi? Yo'q. Agar sen sotqinlik qilayotganingni kimdir ko'rib qolsa, bizni lavaga tashlashadi. Mayli. Nima? Shu yerda o'tir Sariqcha. Xo'sh, kim bo'ldi bu? Eshik yopilsin. Nima? Ana endi tamomsan. Yo'ldim. Favqulodda holat. Xo'sh, nima bo'ldi? Bir yashil sotqin. Shundaymi? Yo'q, unaqa emas. Vazifa Nimadan ko'rdim? Qorda botayotgan ekan. Bo'ldi, qo'l yashil sotqin emas. Ko'zim sanda, bildingmi? Hozir ko'rasan. Voy! Nima bo'ldi? Sizlarni sotqinlar o'ldirmaganmidi? Sariqcha, sotqin. Nima? Menga Skilldan qo'ng'iroq qilishdi. Onasi yo'q.